Bugun yaxshi uxladim. Qishloqqa yo'qol bu yerda. Nima qilyapsan? Yo'qol. Madaniyat sizlar ham ko'payib ketdi-da. Yo, sizlar bilan Notcraft. Bugun biz sizlar bilan daraxt chopgani boramiz. Faqat bizda tapor bormi ekan qaraymiz. Yoki огородda ishlaymiz, fermada. Har doimgidek non bilan izumrudlarim. Aytgancha bitta gradga sotib olishim kerak edi. 64 ga. Izumrudaga. Men shu gradkani sotib olaman ekan. Kim qaraydi bu yerga? Senmi bumi? Sen qaraysanmi? Ha, men qarayman. Necha izumrudga berasan? 64 izumrud yetadi. Hozir chetda turib turing. Hop. Hop, bola. Shu yerni tezroq kelmasam boshqalar sotib oladi. Bepulga ko'layotdimi? Xafa bo'lishmasin deb pulni berib qo'yaman. Yo'q aka, qanisan? Haligi jitil qani? U ketdi. Xolasi menga ber pulini. Unga berib qo'yasanmi? Ha, albatta beraman. Men unda. Ol. Hammasini ol senga. Gradga meniki bugundan boshlab. Men qaytib bezovta qilishma. Ol uyingga olib ket. Bo'ldi, o'zimda olib tursam, anu kelib olib ketadi. Men qiziqtirmaydi, qarochi, men sotib oldim. O, molni bolasi. Boqasanmi ekan? Uyda ichida boqamanmi? Matiga qolib ketibdi bolalar. Izumrudlaringga qara. Hop, matigani olib kelib ko'ylashni boshlaydi. Ertadan zabur qilib qo'ysam, hech kim meni nimaga kela olmaydi. U qishloqqa cho'ta aldadida mana jichasini olib o'zi ketaverdi. Mayli. Qattiq yashashini bilib olsam bo'ldi. Endi mani огородым endi bitta xohlagan narsani eksam bo'ladi. Hech kim qarshilik qila olmaydi. Yo'q, olmabdi hech qaysini. Menga ham birovni haqqi kerak emas. Ol. Endi bular qaytib ekib qo'yish kerak. Keldingmi? Ha, keldim. Izumrudlarim qani? Hozir olib beraman mana. To'xta. Izumrudlarim menga qo'yib qo'yalasanmi? Ha, mayli, qo'yib qo'yaman. Shunaqa jitillar ham ko'payib ketdi-da. Bulardan agro sotib olaman. Pulni ham o'zim tashlab chiqaman. Qani? O'g'an bitta agro sotgan. Bugun kechga balkim o'g'irlikka tusharman. Mayli. Kechga o'g'irlikka tushsam, hech narsa bo'lmaydi. Ketibdi. Uyini kechqurun bilib qolmasa bo'ldi. Jiddiy izumrudni o'g'irlasam hech narsa qilmaydi. Огород to'rab qo'yish kerak. Daraxt chop. Yo'qol огородimdan, sendan sotib oldim. Shunaqa ezib tashlashadi, keyin boshqa narsa ekishga to'g'ri keladi. O, mishiq.
Baliq tutib bularga ham ovqat berib qo'yish kerak. O'sib chiqadigan bitta. Mayli, ag'aga buni ekib qo'yaman. Buni ekib olmaydi, qanchalik uzr. Hop, buni uyga tashlab chiqaydi. Bugungi plan tuzaman. Buni uyga qolamiz. Bugungi plan tuzish kerak. Faqatgina bizga bitta narsa kerak bo'ladi. Qovoqni boshimga kiyib, uyga kirsam hech kim meni tanimaydi. Mayli, kechqurunni kutamiz. Mana kechqurun ham tushdi. Endi bular hammasi uyga kirib ketishini kutsam bo'ldi. Bugun choy pitsami degan osh bo'lmadi. Yo'q edi shekilli. Betimga maska taqsam hech kim tanimasa kerak, ungacha ko'chaga chiqib aylanib kelgandek bo'laman. Oppa. Jitil uyga kirmadimi? Ha, Jitil qarab turibdi ekan. Ichcha o'zi bilib bo'lar. Aylanib kelgandek bo'lay. Gullar terayotgandek bo'lib tursam uyga kirib ketar. Voy, o'g'ri. O'g'irlamoqchi bo'ldingmi narsalarimni? O'g'ri. Hech narsaga deganim yo'q. Nima uyimga kirding? O'g'irvatchi. Bor yo'qol. Birovni uyini o'g'irlayman desam, o'zimnikini o'g'irlashyapti. Mayli. Endi hech kim yo'q. Aylanib chiqib zo'r bo'ladi. Nima qarayapsan? Qarab bo'lmaydimi? Qarab bo'lmaydi. Bo'pti. Yo'qol. Negadir hech kim uxlamayapti-da. Uyda uylarni zerikib ketishyaptimi? Uyga kirib uxlashsaydi. Bu Jitil uyga kirayotgan. Jitil uyda ham hech kim yo'q. Hamma ko'chada. Mayli. Jitil uyni yonida yurmayaptimikin? Bu boshqa Jitil. Maskani taqib narsani o'g'irlash vaqti keldi. Sekin kiramiz. Hech kim bilmasligi shart. O'zimizlarni olaman. Maskani yechim kerak. Bekitaylik. Bekitdik. Bo'ldi. Hech kim bilmaydi. Hech kim qaragani yo'qmidi? Toza. Uyga qo'yib qo'yishim kerak. O'zimizni unutdim, qaytarib oldim. O'shaning uchun menga ish buyurmaslik kerak edi. Endi yana ish buyursa boshqa harakatga sotgan odamni. Undan ham olaman. Hozircha uxlayman.